O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Bahodir Jalolov ukrainalik raqibidan ustun keldi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. 5-aprel kuni Qozog'istonda professional boks oqshomi bo'lib o'tdi va unda o'zbekistonlik bokschi Bahodir Jalolov ukrainalik raqibini mag'lub etdi. 10-raundda mo'ljallangan jang to'liq davom etdi va unda Bahodir Jalolovning qo'li baland ko'tarildi. Qayd etish joiz, Jalolov 2-raundda raqibini nokaut holatiga tushirib qo'ydi. Bu esa o'zbekistonlik bokschining g'alabasini ta'minladi. Ushbu tariqa Bahodir Jalolov o'zining professional boksdagi 15-jangida 15-g'alabasini qo'lga kiritdi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.